Xudo xolasa, hurmatli kuzatuvchilar, asosiy katta operatsiyamizni tugatdik. Gapirib o'tganimizdek, bemorimiz yosh yigit, o'ng buyrak jom sohasida qo'shimcha qon tomir hisobiga siydikning buyrakdan qovoqqa o'tishi buzilgan. Natijada uzoq vaqtlar davomida bel sohasidagi to'mtoq og'riqqa, ko'ngillanishga, ishtaha yo'qligiga bezovta qilib yurgan. Xudoga shukr, buyrakda funksiyasi bor, buyrak ishlab turibdi, qurib qolmagan. Shuni hisobga olib turib biz rekonstruksion operatsiya qildik. Ya'ni laparoskopik usulda kesmasdan 3 ta teshiklar orqali qon tomirda saqlab qolgan holda buyrak jom naycha sohasida yangitdan rekonstruksiya qilib turib boshdan uladik. Amaliyotimiz o'rtacha hisobda soat 2 da boshlangan bo'lsa, o'rtacha hisobda 2 soat 40 minut bo'ldi. Yaxshi rezultat, menimcha natija yaxshi. Ishlarimizni davom etamiz. Boshqa klinikaga yo'l olyapmiz. Bizni kuzating, charchamang.